Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 11 fevral 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari on so'm 35 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari on 2309 so'm 99 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,260,999 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1,7% ga oshdi. Yevro 51 so'm 73 tiyinga oshdi. 1 yevro 14,666 so'm 12 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,466,612 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 3,8% ga oshdi. Rossiya rubli 28 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 64 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159,640 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 3,8% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 20 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 77 Rossiya rubli 11 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7711 Rossiya rubli 9 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 2,0% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.